Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi darsimiz natural sonlar va ular ustida amallar. Xo'p, bunda 1 dan 20 gacha oddiy hisob-kitob bo'lgani uchun ishlamaymiz. 21 dan boshlab tushuntiraman. 21-misolda 5 dan 12 ni yig'indisini so'rayapti. Ko'paytmaga almashtirib hisoblang deyapti. 5 dan 12 bor. Shuning uchun 5 ko'paygan 12 deb olsak bo'ladi. Buni javobi 60 bo'ladi. Keyin 23-savolda 4 4 va hokazo 1019 da 4 yig'indisi deyapti. Bu 1019 ko'paygan 4 deb olsak bo'ladi buni. Bu 4076 bo'ladi. Keyingi savolda 25-savolda ayirganimiz 90 ga teng bo'ladi bu. 90 ga teng bo'lib 14 ta sondan 7 ta juftlik hosil bo'ladi, ya'ni har ikkitasidan bitta juftlik. 7 kara 9 63, javob 630. 28da n ta 60 ni yig'indisi 2400 ga teng deyapti. Buni n ko'paygan 60 teng 2400 deymiz. Endi topadigan bo'lsak 2400 bo'lingan 60 bo'ladi. Ikkalasidan bittadan 0 qisqarib n 40 ga kelib chiqadi. Keyin 29da aytyapti. N ta 60 ning yig'indisi 300 bo'lsa, 3000 bo'lsa deyapti. N ko'paygan 60 teng 3000. Bittadan 0 qisqaradi. Endi topadigan bo'lsak 50 bo'ladi. Demak, yig'indida 50 ta son qatnashgan ekan. 60 sonni o'rniga 70 ga o'zgartirilsa yig'indi qiymat nechaga ortadi deyapti. 70 dan 60 ta ayiramiz. Bu degani 10 degani. 50 ta songa 10 qo'shsak, bu degani 50 ko'paygan 10. Javob yig'indi 500 ga ortadi. Qulay usulda hisoblang deyapti. Qulay usulda hisoblash degani oxirgi raqamlarni qo'shganimizda 0 bo'lish kerak. Qo'shsam ikkalasini 100 bo'ladi. 52 ga 148 ni qo'shsam 200 bo'ladi. Yig'indi 300 ga teng. Xo'p, 32, 33, 34, 35 da ham shunday hisoblaymiz. 36 da qulay usulda hisoblang deyapti. Qulay usulda hisoblaymiz buni. 47 ni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz, ikkalasi ham borligi uchun. 52 plusdan 48 qoladi. Keyin 47 ko'paygan 100, bu degani 4700. Keyin 38-misolda birinchi bilan ikkinchi ko'paytmada birinchi bilan uchinchi ko'paytmada 73 ta olamiz, ikkinchi bilan to'rtinchi ko'paytmadan 27 tani olamiz. 73 ni chiqarib olsak 356 plusdan 644 qoladi. Ikkinchisidan 27 ni chiqarib olsak 644 plusdan 356 qoladi. Yig'indini hisoblaydigan bo'lsak, ichkari 1000 bo'ladi. 73 ga ko'paytirsak 73000. Plusdan bu ham 1000 bo'ladi, 27000 bu. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 100,000 bo'ladi. Daftarning narxi 5000 so'm, ruchkaning narxi 3000 so'm. 4 ta daftar, 3 ta ruchka necha ming so'm turadi deyapti. Xo'p, 4 ta daftar deyapti. Bitta daftar 5000 so'm bo'lgani uchun 4 ko'paygan 5000 plus ruchkaning narxi 3000 so'm deyapti. 3 ta ruchka deyapti. 3 ko'paygan 3000. Hisoblaydigan bo'lsak 20000 bo'ladi. Plus 9000. Javob 29000 bo'ladi jami. 49-savolda aytyapti. 4 kilogramm pomidor uchun 36000 so'm to'landi deyapti. 4 kilogramm pomidor x so'mdan olingan 36000 bo'lgan. X topadigan bo'lsak 4 bo'lish bo'lib o'tadi. 9000 bo'ladi. Demak 1 kilogramm pomidor 9000 bo'ladi. Pomidor narxi 9000. 5 kilogramm pomidor necha so'm turadi deyapti. 5 kilogramm pomidor 9000 dan sotib oladigan bo'lsak 45000 bo'ladi. Ozod har kuni 36 kilometrdan yo'l bosib, manzilga 10 kunda yetib bordi deyapti. Demak, bu 36 kilometrdan yo'l bosgan har kuni 10 kun, demak 360 kilometr manzil. 9 kunda qaytib kelmoqchi deyapti. 360 kilometrda 9 kunda bosib o'tmoqchi. Demak, u 40 kilometrdan yurish kerak deyapti. Necha kilometr yo'l bosib o'tish kerak deyapti. Kuniga 40 kilometr yo'l bosib o'tish kerak. Jasur har kuni 36 kilometrdan, Ozod esa 48 kilometrdan yo'l bosadi deyapti.
agar ular bir vaqtda bir joydan yo'lga chiqsa 288 kilometr bo'lgan masofani qaysi biri oldinroq yetib boradi deyapti. 288 kilometr bo'lgani uchun 36 ga bo'lamiz buni. 36 ga bo'lganimizda 8 dan beramiz 288. Demak 8 kunda Ozod Jasur yetib keladi. Jasur 8 kunda yetib keladi. Endi Ozod necha kunda yetib keladi? Yana 288 ni bo'lamiz 48 ga. 6 dan beramiz 288. Demak, Ozod shunchaki 6 kunda yetib keladi. Qaysi biri oldinroq yetib boradi? Necha kun oldin deyapti. 8 kunda Jasur, 6 kunda Ozod. Qaysi kichkina? 6 kichkina, ya'ni Ozod birinchi yetib boradi, 2 kun oldin yetib boradi. 8 dan 6 ni ayirib qo'yamiz, 2. Bu degan 2 kun oldin yetib boradi. 40 soni dastlab 5 marta, keyin yana 80 ga orttirildi deyapti. 40 soni dastlab 5 marta degan uchun ko'paytiramiz, 80 ga degan uchun 80 ni qo'shamiz. 4 kere 5 20, shu uchun 200 bo'ladi. 80 ni qo'shamiz, 280. 61 dan 65 gacha berilgan qo'sh tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha natural sonlarni yozing deyapti. 1 dan katta yoki teng. Bu 1 bo'la oladi, 2 bo'la oladi, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9 dan bo'la oladi teng degani uchun. 62-savolda 2 dan katta, 7 dan kichkina deyapti. 3, 4, 5, 6 bo'ladi, chunki 2 dan katta, 7 dan kichkina. Quyidagi berilgan qatorda nechta natural son qatnashgan deyapti. Bunda n dan m gacha bo'lgan natural sonlar uchun formula bu. Ya'ni n dan boshlanib m da tugasa, nechta son qatnashgan desa, m dan n ni ayirib 1 da qo'shib qo'yamiz. Bu umumiy formula. 69-misolda formulani qo'llaymiz, ya'ni 124 dan 23 ni ayiramiz va 1 da qo'shib qo'yamiz. Ayirsak 101, 1 da qo'shamiz 102. 71-misoldan 80-misolgacha o'zlaring ishlab qo'yasizlar, bu oson misollar. 81-misolda eng kichik 3 xonali son bilan eng katta 2 xonali sonning yig'indisini toping. Eng kichik 3 xonali son 100, eng katta 2 xonali son 99, yig'indisi 199. 88-misolda barcha raqamlar yordamida ularni takrorlanmasdan yozilgan eng katta va eng kichik 10 xonali sonni yozing deyapti. Eng kattasini yozish uchun birinchi eng katta raqam 9, keyin 8, keyin 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 va oxirida 0 yozamiz. Eng kichigini yozish uchun birinchi xonaga 0 yozib bo'lmaydi, shuning uchun 1 yozamiz. Ikkinchi xonaga 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yozamiz. Katta, bu kichkinasi. 3 va 4 raqamlaridan foydalanib nechta 2 xonali son yozish mumkin deyapti. 34, 43 yozish mumkin. Raqamlar takrorlanishi mumkin deyapti. Bunda 33 ham yoza olamiz, 44 ham yoza olamiz. 12 ta sonning yig'indisi 100 ga teng. Agar har bir qo'shiluvchi 5 ga orttirilsa deyapti. 12 ta son bo'lgani uchun har birini 5 ga orttiryapmiz. 60 bo'ladi. Yig'indisi 100 ga tengmidi. Endi unga yana 60 qo'shiladi, 160. Demak, yig'indi 160 ga teng bo'ladi. 1, 2, 3, 4 raqamlardan foydalanib nechta turli raqamli to'rt xonali son hosil qilish mumkin? Birinchi o'zini yozamiz. 1, 2, 3, 4. Keyin o'rnini o'zgartirib yozamiz. 1, 2, 4, 3. 1 dan 4 gacha, ya'ni 4 faktorial bo'lib qoladi bu. 4 faktorial degani 24 degani. 98-savolda o'quvchi birinchi kuni bitta, ikkinchi kuni ikkita va hokazo, uchinchi kuni 3 ta, 20-chi kuni 20 ta deyapti. Jami nechta masala yechgan? 1 dan 20 gacha raqamlar yig'indisi bo'lib qoladi bu. Buni hisoblashda 1 plus 20 taqsim 2 ko'paygan 20 deymiz, qisqaradi bu 10. 21 ni 10 ga ko'paytirsak 210. Buni formulasi 1 plus n taqsim 2 ko'paygan n. 1 dan n gacha raqamlar yig'indisini hisoblash formulasi. Birinchi darsimiz shundan iborat edi.